Assalomu alaykum jigarlar. Sizlarga ishni zo'rin topib qo'yganman. Sirojning bu videoga bir donadan like bosing. Like ga arziydi. Bu joyga Sirojning 20 ta odam kerak. Moskva xleb zavodga 20 ta odam kerak. Erkak, ayol kishi farqi yo'q. 18 yoshdan to 60 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ham, ayollarni ham jigarlarimizni qabul qiladi. Sirojning like bosib, обязательно kommentariy yozib qo'yish, pastda kommentariyga o'tib kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Jigarlar, patentga topshirganmisiz? Patentingiz bormi? Grajdanstvosi o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, labboy grajdanstvoni qabul qiladi. Kimgaki ish kerak bo'lsa, shu videoni to oxirigacha ko'ring. Обязательно like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki har bitta bosgan like'ingiz keng tarqalishiga, mana shu videoni keng tarqalishiga sababchi bo'ladi. Ko'pchilik odamlar ko'rib, inshaalloh kelib mana shu ishga joylashadi. Har xil bo'lmaydigan yarim yalang'och qizlarga-yu, bo'lmaydigan har xil bir dalboyoblarga like bosmaymiz-ku. Mana shu foydali videoga like bosamiz. Обязательно do'stlarimizga tarqatib qo'yamiz. Do'stlarimiz ham ko'rib, kelib ishga joylashsa bo'ladi. Rossiyaning boshqa territoriyasida bo'lsalaring ham, kelsalaring, dokumentlaringni perevod qilib, bemalol ishga kirsalaring bo'ladi bu ishga. Vid na jительство bormi, RVP bormi, boshqa dokumentlaringiz bormi? Bemalol kelib ishga joylashsangiz bo'ladi. Erkak, ayol kishi 18 yoshdan to 60 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimizni bu ishga qabul qiladi. Yosh kattalarga ish chiqaring deb turadi. Mana yosh kattalarga ham ish chiqaryapmiz. O'ylaymanki, dostoyniy oylik ham normalniy, условиялari ham normalniy. Kimgaki ish kerak bo'lsa, Moskvadan ish qidiryap turgan bo'lsa, семейный parami farqi yo'q, bo'yta odamni qabul qiladi. Video davomida ishni ham qo'yib o'taman, nima ish qilinadi, polniy sexti videosini ham qo'yib o'taman. Qanaqa ishlar bor? Teleshkalar bor. Teleshka plasmas yashiklar bo'ladi. Xleb, baton, shu pikarnida, короче, baton, xamirdan qilingan narsalarni chiqaradi. O'shalarni erkak kishilar toshiydi, teleshka bilan toshiydi. Ayol kishilar liniyada ishlaydi, liniyada sortirovka qiladi. Xleblarni, batonlarni va boshqa narsalarni sortirovka qiladi. Mana shuncha ish. Qishin yozin ishlasalaring bo'ladi. Forma hammasini qilib beradi. Turdovoy dogur hammasini qilib beradi. Agarki siz dokumentga topshirgan bo'lsangiz, dokumentingizni kutyap turgan bo'lsangiz, kelib ishlasangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz ham podrobotka ham qilib tursangiz bo'ladi. Jigarlar, mana sizlarga mana shunday ishlarni chiqaryapman. Like ga arziydi deb o'ylayman. Обязательно kommentariyaga o'tib o'z fikringizni yozib qo'ying, omad so'zini yozib qo'ying. Shu videoni bitta bas, ikkita bas, 10 ta do'stingizga jo'natib qo'ying. Xudo xolasa inshaalloh keladi, do'stingiz ham joylashadi mana shu ishga. Oyligi zadeshkasi yo'q. Bir oyda 2 marta oylik beradi, вообще zadeshkasi yo'q, absolyutni. 120 ming rubl oyligi. Konkretniy oylik 120 ming rubl. Yo 124 ming rubl bir oyda chiqadi. Agar ishlamoqchi bo'lsalaring, marhamat, ekrandagi nomerlarga Sirojning aloqaga chiqinglar, kelinglar, joylashinglar. Menejerning nomeri oti Yuliya. Marhamat, aloqaga chiqinglar, kelinglar, ishga joylashinglar. 20 ta odamga sevolish joy bor. Kelinglar, ishga joylashib o'ylar, tezroq harakatlaringizni qilinglar. Ko'p gapirib o'tirmayman, unda videosini qo'yaman, sexti videosini qo'yaman, ishni videosini qo'yaman, ko'rishlaring mumkin.